etib go'zal kuy qo'shiqlar premyera bilan dasturimizni Yangi boshlab beradilar. qo'shiqlar. Ha, ulardan keyin esa Xalqimizni suyukli ijodkorlari davramizda bo'lishadi. Ularni aziz farzandlari ham bugun birgalikda keladilar. Ya'ni mehmonimiz so'z ustasi Zokir Ochildiyev, siz yaxshi ko'rgan qiziqchi va ularning farzandlari Rustam Jo'raqulov bugun dasturimiz mehmoni bo'lishadi. Uzoqlashib ketish yo'q. to'ppa-to'g'ri. Eng qiziq, eng zavqli onlar oldinda va albatta bu zavqni siz bilan birga his etishni xohlaymiz. Hoziroq SMS nomalarini yaqinlarga salom tabriklarni yozib jo'nating. Telegram manzilimizni, Telegram oilasini yaxshi bilasiz. Ana, QR kod turibdi Anvar akam tomonidan. To'ppa-to'g'ri, mana. Darrov. Demak, iste'dodli xonanda do'stimizni premyera qo'shiqlari ila biz sahramizga chorlaymiz. Ahliddin Abdullayev kuylaydilar. Marhamat. Yigitning omadin bersa hech gapmas, yiqilib goh turib o'tsa ham kuni, nomardga yalinib hech boshini egmas, malomatlar qilmang, kamsitmang buni. Yigitning omadin bersa hech gapmas, berguvchi xudodir o'zi qo'llaydi, nomardu paslarga hech zor qilmaydi, suygan bandasini bir kun siylaydi. Yigitning omadin bersa hech gapmas. To'lib toshmasa ham uyda ro'zg'ori, shukur der yegani bor bo'lsa noni, hammasi zo'r bo'lar sog' bo'lsa joni. Yigitning omadin bersa hech gapmas. Bir kuni kuladi baxtu iqboli, ko'payar behisob davlatu moli. Ol qo'lim desa gar bir kun Allohim, yigitning omadin bersa hech gapmas. Yigitning omadin bersa hech gapmas, berguvchi xudodir o'zi qo'llaydi, nomardu paslarga hech zor qilmaydi, suygan bandasini bir kun siylaydi. Yigitning omadin bersa hech gapmas. Yashang Ahliddin. Aferin, aferin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizni ko'rganimdan xursandman. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qani kelingchi. Ahliddin akamning va'dalari bor edi lekin Anvar aka o'tgan yili suhbatga mehmonimiz bo'lib kelganlarida o'shanda aytuvdilar, keyingi safar kelsam non patirlardan olib kelaman dedilar vodiyning. Olib kelganlar endi. Ana ko'rmay qoldim. Unda keling o'tiring. Keling marhamat. Keling. O'tiring, meni yonimga o'tiring. Mana hamma yoshlar bu yoqda o'tiribdi. Katta rahmat. Keldingizmi? Rahmat. Bo'ldi. Hammalaringga xayrli tong. Rahmat. Mana Bahodir aka. Xush kelibsiz. Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Mana 1 yildan Vodiydagilar. Ha. Hamma sog'-omonmi? Rahmat, Allohga shukr, hamma yaxshi. Ko'rganimizdan Vodiydan alangali salom sizlarga. Rahmat.
Katta rahmat, xush kelibsiz. Qo'shiq juda go'zal bo'libdi. Haqiqatdan ham. Haqiqatdan ham xalq orasida shunday gap yuradi-yu, yigitni omadi bilan o'ynashma deyishadi. Albatta. Ha, ertaga nima bo'lishi Alloh Yaratganga taolo. Ha, shunday ekan, uni omadi Xudo xolasa keladi deydi. Yigit kishini omadi shunday narsaki, bugun uxlab turib ertaga tursa, nima o'zgarib qolishi mumkin-da. Omadini Allohim bersa hech kam emas. Shuning uchun Fozil Ikrom shoir, qadrdon ustozimiz bu she'rni yozgan. Biz Xudo xolasa bu qo'shiqni kliplarigacha bitirdik. Tez kunda premyerasi inshaalloh. Shunaqa gaplar. Mana siz ham omadlilar ichida omadlisiz. Albatta. Omon-omon dasturining mehmonisiz bugun. Albatta. Minglab yurtdoshlarimizni ertalabdan ko'nglini ko'tarishga hissa qo'shyapsiz. Hammamiz hayotimizda ham o'zimizni ta'birimiz bo'yicha aytganda endi omadsiz kunlarimiz bo'ladi. Aslida o'sha kunlarimiz ham kimningdir orzusi. Siz ham shunaqa bir omadsiz deb o'ylagan kunlarni boshdan o'tkazganmisiz? Endi nima deydi? Yigit Siz nimalarni omadsizlik deb o'ylaysiz? Yigit kishini boshidan hamma narsa o'tadi. Qiyinchilik ko'rmaguncha nima deydi? Bir Asl inson bo'ladi. asl inson bo'lishi qiyin deb o'ylayman, chunki har bir yigit bir qiyinchilikdan o'tishi kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Va inson kuchli bo'ladi qiyinchilikda. Kuchli bo'ladi. Qiyinchilikni ko'rgan yigit kuchli bo'ladi, albatta. Yashang. Siz kuchlimisiz shunda? O'zimni kuchli deb o'ylayman, chunki meni duo qilib o'tirgan Vidonajonim bor. Yashang. Umrlarimiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Onajonim bor. Havasxon. Hozir ko'ryaptilarmi? Ko'ryaptilar. Salom yo'llab qo'ying. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Duo qilishni hech qachon charchamang. Siz duo qilib tursangiz, biz hamisha olg'a intilaveramiz. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Hamma onajonlarimiz mana shu duo qilishdan charchamasinlar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Onalarimiz bo'lsa, duo qilishsa, biz ko'karamiz, Albatta. o'samiz, Ishlaymiz. ishlarimiz xayrli, barokatli bo'ladi. Moliyaviy ham, moddiy hamma narsa yonimizda bo'ladi-da. Kun kecha aynan mana shu mavzu yuzasidan bitta video ko'rdim, Anvar aka. Kimda agar moliyaviy muammo bo'layotgan bo'lsa, asl sababini sizning ishingiz yaxshi emasligini ko'rmang. Oilangizdan, Oiladan ko'ring. Mabodo ota-onani ko'nglini ortib qo'ymaganmisiz, xafa qilib qo'ymaganmisiz? Agar shunaqa holat bo'lsa, birinchi bo'lib ularning roziligidan boshlang deyishgan. Men nazarimda bu juda ham to'g'ri va haq gap. Shuning uchun omad haqida gapirildi. Omad o'zi juda bir keng fikrli qilib oladigan bo'lsak, ba'zida shu omadni kelganligini ham bilmaydigan insonlar bor-da. Omad haqiqatdan undan yuz o'girgandan keyin, o'sha meni omadim ekan deb qolgan vaziyatlar bo'ladi. Sizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Misol uchun, qanaqadir bir inson bilan ko'rishib qolgansiz, mana ijod yo'nalishida yonib ijod qilayotgan odam qanaqadir bir ustoz bilan ko'rishib qolgan paytda o'sha ko'rishgansiz-ku, bir iymanib deymizmi yoki bir tarbiya jihatidanmi to'liq gaplaringizni ayta olmay qolgan holatlar bo'lganmi? Bo'lgan. Ustozim o'sha o'tgan yil kelganimda aytganman, Ruslanbek Murodov ustozim bu san'atga o'zi aslida shu yoshligimdan qiziqib kelganman. Meni omadim kelgani deyman shu ustozim Ruslanbek Murodovga shogird shu inson bilan yurganim deb o'ylayman. Shu omadimdan unumli ravishda foydalanganman. Ustozim bilan birgalikda yurib, shu to'ylarda, xalqimiz yaxshi kunlarida yurib mana shu darajaga yetib keldik. Ilhom aka Ibrohimov ham ustozingiz demak? Yo'q, Ruslanbek Murodov, Jo'rabek Qodirov shogirdlari. Jo'rabek Qodirov bizni nima deydi? Bobo ustozimiz deydi-yu, ustozlari bo'ladi. Aslida Buvaydadan, Buvayda Ahlidan va Buvaydadan ham juda butun san'atkorlar albatta ko'plar yetib chiqqan. Ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhsin akalar, Yahyobek Mo'minov ustozlar. Ana. Juda mashhur, yaxshi insonlar. Ular bilan ham maslahatlashib turasizmi? Albatta, ustozdan duolarni olib turamiz. Vodiyning shamolidami, suvdami bir gap bor-da aka. Ichgan odam yoki shu shamolida yurgan odam juda bir chiroyli, xonishli hofiz bo'lishadi-da. Juda bir so'zga ham bilan e'tibor. Bir borib kelishingiz kerak ekan. So'zga, hazil mutoyibaga, 2 yilga siz jo'natamiz she'rga. Tinglatadiganni bosing aka, vaqt keldi. 7 dan 5 daqiqa o'tyapti. Hozir akam olib Ular ham hayronda, Ahlidan ham hayrondir bu nima uchun. Bu aytganda to'xtanglar, stop degani. Biz to'xtatib bo'lmayapti hozir yoshlar. Ahlidan mana yana ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa bir yaxshi fikrlar ilgari surilyapti. Aynan san'atkorlarni kimdir xafa qiladigan, kimnidir xursand qiladigan. Endi bugungi kunda o'sha texnika zamonida yashayapmiz. Sun'iy intellekt degan bir ajoyib imkoniyatlar chiqdi va u kimgadir
o'zida yo'q bo'lgan iste'dodni ham taqdim etyapti. Ming afsuski. Shuning uchun aynan o'sha jonli ijrolar bo'lsin endi. Chunki sun'iy intellekt orqali bemalol ovozni qilish mumkin, klip qilish mumkin, qo'shiq qilish mumkin. Hamma g'oyani u beryapti deyishyapti. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Ahliddin Abdullayev jonli ijroda sahnada qola oladimi? Bitta jonli ijrodan bo'ladimi deyman-da Ahliddin aka shu joyda. Shu umida jonli ijroda kuylamagan xonanda, men o'zimning shaxsiy fikrim, bu xonanda deb aytish nojoiz deb o'ylayman. Chunki har bir xonanda jonli qo'shiq kuylash kerak. Hozir aytganingizdek, sun'iy intellekt juda rivojlanib ketdi. Nima deydi? Ozgina matnni beryapsiz, bitta tayyor qo'shiq qilib beryapsiz. Musiqasi tayyor. Tayyor. Rasm beryapsiz, klip qilib beryapti. San'at juda ham o'yinchoq bo'lib ketdi, to'g'risi. Endi ustozlarimiz aytayapti, internetda ham juda bir muhokama bo'lyapti. Men bunaqalarga bir ikki og'iz so'zim. Avvalo ustozlarni hurmat qilish turganish kerak, birinchi o'rinda ustoz san'atkorlarni. Mehnat qilib bitta qo'shiq yaratish kerak o'zi. To'g'ri. Mehnat qilib. Ana o'shanda keyin bir qadriga yetadi. Bitta qo'shiq chiqarish kerak. U sun'iy intellekt bor, hamma narsa qilib berishi mumkin, lekin yurak yo'q unda. Yo'q, yurak yo'q. Qalb yo'q. Yaqinda ardoqli shoiramiz Zulfiya xonim Mo'minova Facebook tarmog'ida yozibdilar-da, shu she'r ham yozib berayotgan ekanda. She'r keraksa bemalol. Ovoz ham. Lekin unda yurak yo'q deyaptilar. To'g'ri aytayaptilar. Endi suhbatimiz shu joyda to'xtatib turamiz va navbatni hozir sahifaga berishimiz kerak. Unda ancha yillar avval suratga olingan, jahonga mashhur bo'lgan o'sha bolalikdan ko'rgan filmlarimizdan biri Josus bolalar, yodinglardami? Mana shu film qahramonlarining bugungi kundagi qiyofalari hammaga qiziq. Hammamiz uchun qiziq. Kichikligimizdagi o'sha beg'ubor obrazlarni bugungi holatini birgalikda tomosha qilamiz. Kecha va bugun. Marhamat. Jonli qo'shiq bo'lsa nima deysan Anvar aka? Bir xirgoya. Gapimga javob, bo'lardi. Boyagi suhbatimizga yana qaytamizda, jonli qo'shiq borasida. Singil Ahliddin bo'ladi. Ustozimiz yoshligimizdan qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganmiz. Ahror Usmonov. Shuni qo'shig'idan avj joyidan. Avjidan. Ming so'qmoqqa yetakladi ishning zayli. Sendan ortiq emas ekan she'ri layli. Hofiz bo'lib ketdim mana sen tufayli. Armon bo'lgan asl yavrim yodimdasan. Endi qayta uchrashmasmiz alvido yor. Yuragimning eng tubida bir nido bor. U dunyoda uchrashtirsin Parvardigor. Armon bo'lgan asl yavrim yodimdasan. U dunyoda uchrashtirsin Parvardigor. Armon bo'lgan asl yavrim yodimdasan. Armon bo'lgan asl yarim yodimdasan. Rahmat. Bahodir yig'lab boradi hozir. Bo'ldi, yetar. Yig'lab boradi. Avvalo uzr so'rayman kamketiklari uchun. Ustoz ming bor uzr. Go'zal. Uzoq bo'lsin. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Endi esa Ana endi qo'shiqni haqiqiysini. Ahliddin, marhamat do'stim, sahna sizga muntazir. Marhamat. Gohi gul ochilmay so'larkan, sinovlardan sabring sinarkan. Tugamaydi bu sinovlari, hayotda har narsa bo'larkan. Kutganing kutganda yo'qlamas, do'st otar dushman yoy o'qlamas. Ko'nglingdagi ko'ngling to'qlamas, to'qlamas. Hayotda har narsa bo'larkan.
nega ko'ngling to'qlamas hayotda har narsa bo'larkan tiriksan mishmishga tayyor tur yoz tugamay qishga tayyor tur do'stim har bir ishga tayyor tur hayotda har narsa bo'larkan tiriksan mishmishga tayyor tur yoz tugamay qishga tayyor tur do'stim har bir ishga tayyor tur hayotda har narsa bo'larkan kimdir esa bolasin sotgan oqillari gunohga botgan hayotda har narsa bo'larkan zo'rni zorlanib kutar bu yer o'zin hoksor tutar bu yer navbat kelsa yutar bu yer hayotda har narsa bo'larkan tiriksan mishmishga tayyor tur yoz tugamay qishga tayyor tur do'stim har bir ishga tayyor tur hayotda har narsa bo'larkan tiriksan mishmishga tayyor tur yoz tugamay qishga tayyor tur do'stim har bir ishga tayyor tur hayotda har narsa bo'larkan